Rahmat. Hech kimni qarsak chagasi yo'q, hech kimni. Men o'zbek o'g'liman, haq bergan baxtim, suyangan suyanchim, shu aziz xalqim. Muxlislarga hurmat, eng oliy ahdim, boringizga shukr, mehribonlarim. Muxlislarga hurmat, eng oliy ahdim, boringizga shukr, saxovatli insonlarim. Boringizga shukr, boringizga shukr, boringizga shukr, mehribonlarim. Boringizga shukr, boringizga shukr, boringizga shukr, mehribonlarim. Olmasın hiç kimden kam diye bolam, kecha kunduz tinim bilmagan otam. Bo'lmasin hech kimdan kam diye bolam, kecha kunduz tinim bilmagan otam. Duoga borligim parvonam opam, boringizga shukr, mehribonlarim. Suyanchim borligim duogo'y opam, boringizga shukr, mehribonlarim. Boringizga shukr, boringizga shukr, boringizga shukr, mehribonlarim. Boringizga shukr, boringizga shukr, boringizga shukr, qadrdonlarim. Ustozlar o'giti tani jonimda, maslahati durdi oqar qonimda. Ustozlar o'giti tani jonimda, maslahati durdi oqar qonimda. Duo qilib ular doim yonimda, boringizga shukr ustozlar. Duo qilib ular doim yonimda, boringizga shukr qadrdonlarim. Boringizga shukr, boringizga shukr, boringizga shukr, qadrdonlarim. Boringizga shukr, boringizga shukr, boringizga shukr, mehribonlarim. Azimjon she'rlari kuy uzra bog'lar, yaqinlarim sizni qalbimga joylar.
Azimjon she'rlari kuyuzra bog'lar, yaqinlarim sizni qalbimga joylar. Parvozimga sabab bo'ldingiz qo'llab, boringizga shukr mehribonlarim. Parvozimga sabab bo'ldingiz qo'llab, boringizga shukr mehribonlarim. Boringizga shukr, boringizga shukr, boringizga shukr mehribonlarim. Boringizga shukr, boringizga shukr, boringizga shukr mehribonlarim. Boringizga shukr, siz muxlislarim. Bahromjon, qanaqa she'r aytib berasiz bizga? Haqida. Yashang. Ota haqida Bahromjon hozir she'r aytib beradi, hurmatli do'stlar, bitta eshitamiz hammamiz. 7 yoshimda qoldim men yig'lab, otam ketibdi samoga tashlab, ne qilishni bilmay berardim hayron, otamni izlab bildim men sakson. Osmonga qarab do'st soldim yig'lab, tushunib yetdim ketibdi chashlab, mehribonim yo'q bilaman buni, mayli Allohim jannatdan bergin otam joyini, mehribonlar bor imoning sofri, imoning sofri. Niyatlari pok, qalblari sofri, Nurullo akam bir sirlar omon, qo'limdan tutib qildilar shodon. Hurmatli do'stlar, kechamiz mehmoni o'zlarini shoir tabrik so'zlari bilan men hozir bugungi tantanamizning muhtaram mehmoniga so'zni taqdim etaman. Marhamat, Peshku tuman hokimi Davlatov Hayot Hasanovichga so'zni taqdim etamiz. Assalomu alaykum, hurmatli tadbir qatnashchilar. Endi mana bugun juda ham bir chiroyli ish tashkil qilingan. Mana shu yoshlarimiz tomonidan ro'za-i Ramazon kunlarini mana yakuni bilan hayitlarni, bayramlarni arafasida mana shu ishlar qilingan ekan. Albatta bu ishlarga birinchi navbatda tashkilotchi yigitlarga mana ikkita Ravshan bilan Bobur degan yigit shu narsaga tashkilotchilik qilgan ekan. Albatta eshitib xursand bo'ldik. Mana shu 21 ta bolani sunnat to'yini qilish bu kichkina ish emas. Buni bir tashkilotchiligi, buni bir nima deydi, amalga oshirish kerak bo'lgan ishlari, chora-tadbirlar albatta juda katta bir kuchni, g'ayratni tashkil nima deydi o'sha talab qiladi. Mana shu yigitlarga shu shijoat borligidan, mana shu peshkumizda mana shunday yigitlar borligidan avvalambor mana ming marta shukrona qilamiz. Mana shunaqa yigitlarimiz ko'paysin. Hammangning omadingni bersin uka. Sog' bo'linglar. Boshlovchiga sizga ham rahmat. Sog' bo'linglar. Kimlarni qanaqa hissasi qo'shilgan iloyi, Xudo xayri barakasini ziyoda qilsin. Mana hozir bitta yangilikni eshitib qoldim. To'yxonani egasi Asliddinjon mana to'yxonani bugun o'zlarining hisoblaridan hammasini qilib homiylik qilgan ekanlar. Bu kishilar ham ishiga omad bersin Xudo. Endi bitta narsani aytamizda, mana shu yerda ikkita mana men nima qilyapman, sezyapman, yigitlar, boshqalar ko'pchilik bu yerda ishtiroki bor. Birinchi navbatda mana shu yigitlarni tarbiya qilgan ota-onasiga ming rahmat. Mana shunday yigitlarni zabardast, aqli raso, kerak bo'lgan paytga vatani uchun jonni fido qiladigan yigitlarimiz ko'paysin. Mana shunday yigitlarni birinchi navbatda dunyoga keltirgan onajonlarimizga, hayotda bularni mard qilib, jasur qilib tarbiyalagan otajonlarimizga ming rahmatlar, ming tashakkurlar, tasannolar. Ilohim hammasi Xudo xolasa katta insonlar bo'lsin-da. Rahmat hammalaringizga. Sizga ham alohida minnatdorchilik. Sog' bo'linglar. Yigitlarni mana ko'ryapman, ana bular uddalaymiz degan jamoa mana shunaqa hammasini bo'yinda turibdi. Men o'ylayman, bularning hammasini ham o'ziga yarasha ishtiroki bor. Hammalaringiz ishlaringizga omad bersin. Sog' bo'linglar. Kimlardir nomini tilga olmagan bo'lsak, mana hamma jamoa ko'rib turibdi. Hammalaringiz ismlaringizni bilmayman. Hammalaringizga rahmat. Sog' bo'linglar. Rahmat.